alkan ve kisloroddan ibaret aralaşma tarqatıldı. Stereometrik. Demek stereometrik nisbette alıngan bolsa, reaksiya kirişayotgan moddalar to'liq reaksiya kirishgan hisoblanadi. Ya'ni reagentlardan birortasi ortib qolmagan hisoblanadi. Tushundikmi? Demek suv bug'i kondensatlangandan keyin bosim 50% ga kamaygan bo'lsa, alkanni topadi. Hajm o'zgarmagan, temperatura o'zgarmagan. Konstanta degani o'zgarmagan degan ma'noda beradi. Xohlagan любой bir alkanni yapamiz. CnH2n plus 2. Yakamiz kislorodda N karbonat angidrid plus N plus 1 suv. Kisloroddan necha koeffitsient turadi? 1,5 N plus 0,5. Ana endi qaranglar. Bosim 50% ga kamaydi. Bosim reaksiya kirishib turgan yoki reaksiya natijasida hosil bo'lib turgan moddalarni miqdoridan gap chiqadi, molundan gap chiqadi. Xohlagan agregat holatdagi emas, faqat gaz moddalarni miqdori bosimga ta'sir qiladi. Tushundingizmi? Faqat gazlarni. Shuning uchun suv bug'i kondensatlandi degan vaqtimda suv bug'i suyuqlikqa aylandi degani. Chiqarib tashlamiz sistemadan. Tushundikmi? Demak, u yo'q u. Demak, endi qaranglar. Bundan 1 mol oldin yozilmagan bilan birini biza ko'ramiz. Tushundikmi? Bundan 1 mol bo'lsa, bundan 1,5 N plus yarım bor. Dastlab shunday edi. Qo'shsak ikkisini necha chiqadi? 1,5 N plus necha bo'ladi? 1,5 bo'ladi. Dastlab uchinchisi bor edi, bu 100% edi. To'liq kelishib bir-birini tugallagandan keyin N qoladi. Ya bulardan ham qoladimi artık? Stereometrik degancha ulardan qolmaydi. Faqat mana bundan qoladi. N. Bu yo'q bu. Chunki sistemadan kondensatlash yo'li bilan chiqarildi. Tushundikmi? Qolgan N mol karbonatdan gidib 50% bosimni berib turibdi. İşte osonlashtirish uchun 2'ye bölib, ya'ni 100 ni 50'ye bölib beramiz. Demak, shu proporsiyani yechamiz. 2 ni yana ko'paytiraman. 2n teng 1 ni ko'paytiraman. 1,5 n plus 1,5. Demak, 0,5 n teng 1,5 n teng 3. Bo'ldi. Qaysi javob ekan? Propon ekan, ha? Qaysi javobda turibdi? Siz javobda turibdi. O'chirma. 105. 105. Dikkat etamiz 105'e. Alkanlı molekulyar massası uning tarkibidagi vodorod atomlari massasidan 36 MAB ga ortiq. 36 ga ortiq shunchaki. MAB navadi massa atom birligi. Alkanni topamada. Endi qaranglar. Dikkat edip qaranglar. Oddiy fikrdan bo'lsa. Alkan ila CnH2n plus 2. Ha? Alkandan mayli bu boshqadan yozaman yana bir marta. Mana. Alkan. Alkanning massasi vodorodning massasidan 36 MAB ga ortiqdir. Ma'nosi alkanni vodorodni olib tashladi. Olib tashlaymizmi? Yana olib tashladi. Vodorodni olib tashladim mi? Ne oldu? 12 n kaldı. 12 n teng 36 n teng 3. Tushundik mi? Ne oldu dedi? Alkanning massasi vodorodning massasidan 36 MAB ga ortiq dedi. Bu degani alkanni vodorodni olib tashladi degan. Tushundikmi? Yoki yo'q to'liq ishlayman desangiz, qaranglar. Boshqa ishlayman desangiz, 14 n plus 2 edi alkanning massasi. Ayırıp taşıyman 2n plus 2'ni. Şu 36 ekan. İşleyimiz. 14n plus 2 kalsın aşaman minus 2n minus 2 teng 36. Demek alıp taşısam 12n teng 36 çıkar. N teng 3. Hafazası tingleme yolu deşeceğine, hafazası adli kellede fikirlenir. Düşündük mü? Chat çıkanını göreceğiz. Sizlar qaysi qulay bo'lsa shuni ishlayman, lekin baribir testda keyinchalik o'zi praktikangiz oshgandan keyin ina bu metodni o'tasizlar.